Chet elliklarga turmushga chiqqan o'zbek mashhurlari Sevginator, koreyalik kelin, Zulmat kabi filmlardagi rollari orqali muxlislar e'tiboriga tushgan aktrisa Dildora Hoshimova bundan bir necha yil avval koreys millatiga mansub yigitga turmushga chiqqan. 2008-yildan buyon Koreyada yashab kelayotgan aktrisaning hozirda bitta qizi bor. Bugungi kunda u oilasi bilan Seulda yashamoqda. Diyora taxallusi bilan ko'pchiligimizga tanish bo'lgan Kamola Arslonova turk fuqarosiga turmushga chiqqan va shu ondan boshlab san'atga bo'lgan muhabbatiga chek qo'ygan. Shu yilning o'zida aktrisa hijobga kirgan va hozirda bir o'g'li, bir qizi bo'lib, aktrisa oilasi bilan Turkiyada istiqomat qilmoqda. Tomoshabinlarga aktrisalik faoliyati bilan tanish bo'lgan Nargiza Salmonova turk yigitiga 2018-yilda turmushga chiqqan. Aktrisa garchi Turkiyada istiqomat qilsa-da, o'zining O'zbekistondagi san'at ijodini to'xtatmagan. Bugungi kunda aktrisa 33 yoshdan oshgan bo'lib, O'zbekistondagi bir qancha film va reklamalarda o'z faoliyatini olib bormoqda. Bir necha film hamda seriallardagi obrazi orqali ko'plab tomoshabinlarning mehrini qozongan aktrisa Gulnora Qosimova AQShdagi o'zbek oilasiga kelin bo'lgan. U 2010-yildan beri AQShda istiqomat qilib kelgan aktrisa bugungi kunda 2 nafar o'g'ilning onasi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.